Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun tilayman. Sog'liginglar yaxshimi? Musofirdek aziz do'stlarim. Вот, yana Sankt-Peterburgdamiz. O'qishga kelyapman va xolasa Mamayev Schoolda Valbers Azon onlayn magazinda ishlash bo'yicha kurslarni o'qib tugatyapmiz. Xudo xohlasa 10-iyul kuni Xitoyga boramiz. Inshaalloh borib o'zimizni brendimizni yaratib, Xudo xohlasa. Вот, o'qishlar bo'lyapti, hammasi yaxshi. Hop, qiziqqanlar bo'lsa, YouTube kanalimda ham qo'yib boryapman yangiliklarda. Bemalol hech kimga yozishinglar mumkin. O'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Ishdan keyin o'qishga kelyapman, Xudoga shukr. Oila, boladan oshinib, потому что bunaqa chiroyli, go'zal shaharda o'qib, ishlab yashash не каждому. Shuning uchun hamma narsani qadriga yetib, qadrlab, ertaga kim bor, kim yo'q, Alloh biladi. Hammalarga omad tilayman. O'qib, ishlab, olg'a qadam bosamiz. Xudo xolasa.